Bana geldi. Yeşil. Yep. Böyle arası evlerim. Oh be İsmailcan. O'zingizni tumaningizda tomosha ko'rsatyapsiz. Oltinko'l tumanida. Bu yaxshi bo'lmayapti. Uzoqdan yurib kelib balandlikka sakraysiz. 1 metr 1,5 metr qoriga sakrab orqasidan shisha pardasiga tushirsin. Quloqlariga yursinlagan ovozni eshitilsa qarshi olasizlar. Avvalidan bitta chiroyli qarshi bo'lsin-chi. Tepani? Mana Barakalla. Xo'p, rahmat. Ko'ryapsizlar. Sekin asta orqalardan tomchi lo'qoldan chiqishni boshladi. Endi Ismoiljon, yugurib borasiz, orqa badaningizni o'zingiz ko'tarib borasiz. Mana shu tomoshabinlardan qulog'iga gursillagan ovoz eshitilishi kerak. Bitta qarshi bo'lsin-chi, mana, ha, ketdi. Ketdik. Kecha o'zimga nasab etdim. Qani? Ha, ketdi. Ha. Qattiqroq, yana yapatdi. Bo'ladimi? Ha, qarshi bo'ladi. O'yna. Birodarlar, insonni eng nozik joyi bu yuzi ko'zi bo'lar ekan. Alloh ko'rsatmasin. Bu yuzda ayniqsa ko'zi pardasi juda nozik bo'ladi. Biror bir shisha kirib ketsa, ko'zni oq zormasdan qo'ymaydi. Bu ko'zi nurini yaratgan Alloh o'zi beradi. Vaqtiki soat kelsa o'zi oladi. Birodarlar, sizlar uchun tomosha ko'rsatyapti. O'zi inson zot tanasiga ziyon yetkazmaydi. Lekin sizlar uchun tomosha ko'rsatyapti. Bitta qarshi bo'lsin, qani ketdi. Yuzini ko'zini qo'ymasin, tolibxonaga ko'tarib borsin, qani. Mana shu holatda yotibdi. Yo'q olaygisini. Ko'zini yomib oladi. Xo'p. Qani, bosing. Sizlar uchun